Assalomu alaykum. Obunachilar. Jaqa yana geldik. Akşam bitmin kaldı işler. Bugün bitiriyoruz. Xudo xolasa. Mana. Yürü aka, men o'zi narib chiqarib ko'rsatasiz, obuna chiqarasiz. Bo'ldi. Mana. Xorazmlik akalarga salom bo'lsin. Mana akamiz keldi, xudo xohlasa minib chiqib ketadi hozir mashina. Ne yine maşin puruş. Jack Motors ma Naudi dedi onu. Toshkent Motors. Toshkent Motors. Bilavni ofisimiz Toshkentda. Faqat hozirda sotuvimiz Toshkentdan bo'lyapti. 90lik 069 20 ga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatinglarni chiroyli qilib beraman. Mana akamlardan o'zlari ham so'rasanglar bo'ladi. Qanday qilib berganlarimizni bilan ko'rsanglar bo'ladi. Ramazon. Sira o'tib turinglar. Behruz Uzga obuna bo'linglar, o'zining ham kanali bor. Behruz Uz degan kanalim bor. Behruz Uz Jack yozsangiz chiqadi. Yana bitta Behruz Uz degan kanal bor ekan. Mana adashib bunga qilmaylar. Yuzimni ko'rgansizlar, o'zim videolarim faqat hammasi. Jacklar turtdi. Ko'rib turganingizda bu yog'i M4, Jacklarning M4'lari, Jack M4. Bularda avtomat yo'q, hammasi mexanika. 9 mestali. Bularni ham B kategoriya bilan haydasanglar bo'ladi. Hozir Prama O'zbekiston zavodida to'liq, misol uchun naqd pul degan bo'lsa, bir kunda chiqarib beryapti. Agar avtokredit bo'lsa, bir kun 2 kun vaqtinglarni arendasiga olinglar. Harakat qilamiz endi bir kunda chiqarib berishga. Prama zavod O'zbekiston davlat tomonidan hozir bu yerda qurildi. Endi qo'lni xudo xohlasa motorlar hamma narsa shu yerda bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Jack M3. Mana Jacklar. M3 dan terib qo'yganmiz. Oxiri yo'q. Qora desanglar qora, oq desanglar oq. Xohlaganlarga bu Jack M3 furgonli variantlarimiz ham bor. Narxini ham aytib o'tib ketaman. Jack M3 9 mestaligimiz 215 million 460 ming so'm. Buni furgoni bor yuk tashiydiga 199 million 80 ming so'm. Kesinglar, xudo xohlasa ishlarni chiroyli qilib bitirtirib beraman. M4 ne M4. M4'lar. Mana M4'lar. Jack Sanri olaman deganlarga ham keling, Sanrini ham ko'rsatib turaylik. Jack M4. Jack Sanri olaman degan. M4'ning ham narxlarini ayting. Narxini so'raydi obunachilar. M4'mi? Ha. Bo'ldi aka, hozir M4 ham Jack Sanrilarni ham to'liq narxlari bilan liq qildirib beraman aka sizga. Pramo zavoddan bu video sizlarga. Ebida Sanrilarmi? Hozir. Mana ko'ringlar. Mana Jack Sanrilarimizni ko'rsatyapman aka. Jack Sanrilar ko'pchilik 21 talik deb biladi, lekin hozirda 16 talik shopir biladi. Jack Sanri. Jack Sanri'mizning narxi, ko'rib turgan Jack Sanri'miz narxi 403 million 200. Qorasi bor, oqi bor. Oqi bor, qorasi bor. Faqat buni topshirish naqamiz dekabrda topshiriladi aka. Chunki bular hali rastamoshga 100% bo'lmagan. Chunki yangi partiya bilan birga rastamoshga bo'lib chiqazib beriladi davlat tomonidan. Lekin sizlar oldindan to'lovni qilib qo'ysanglar, sizlarniki birinchi chiqadi. Ko'p mijozlarimizga qilib berganmiz. Menda aldov yo'q, bir kunda chiqazib beraman degan odamlar ham bo'lsa kerak, lekin bir kunda chiqmayapti. Mana shaxsan o'z akamizdan, o'zlari ham Xorazmdan o'zlaridan so'rasanglar aytadi. M4'ning 200. M4'imizning narxi aka bir minut. Jack M4'imizning narxi mana M4'lar. 243 million 180 ming so'm. 243 million 180 ming aka. 243 million 180 ming so'm. 9 mestali. Bu 2 atmosferli motor bo'ladi. Bu remen bo'ladi. Jack M3 maslahat berganim sababi akamligi ham ko'rib turibsizlar, bunda bagaj bo'lmaydi orqasida. Orqasida bagaj. Sten taqalgan bo'ladi. Gabariti kattaroq, motor 2 atmosferli motor bo'ladi. Buni rasxoti 910 ta hisoblaysiz. Jack M3 larning narxi bo'lsa, keling aka. Jack M3'imizning rasxotlari 7 ta 8 ta. Bunda qo'shimcha bagaj ham bo'ladi. Shunday bagaj ham bo'ladi. Bagaj ham bo'ladi. Bundan tashqari 1.8 atmosferli motor sepli bo'ladi. 135-34 oltchuchiga ega. Zadniy kamera, parkning signalizatsiyasi bor. Bunda 9 mestali yangi mashina. Ko'rib turibsizlar, oxiri ko'rinmaydi. Lekin terib qo'yganmiz. Bemalol aloqaga chiqaringlar. 90lik 069 20 nomerga telefon qilsanglar, aytayaptim, 90lik 069 20 ga qilsanglar, o'zim chiroyli xizmatlarni qilib beraman. Bundan tashqari Behruz Uz kanaliga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Eng oxirgi ma'lumotlarni berib o'taman. Akamiz o'zi ham o'zimning shaxsiy kanalimdan ko'rib
aloqaga chiqib kelib, xudo xohlasa mashina xarid ketyapti. Like'lar bosing, like'lar, obunachilar. Akamni ham kanaliga qo'ldan kelgancha poddeshi qilib turinglar. Sizlarga niyat qilganlarga yaxshi narsalarni tavsiya qilyapti. Hammalarga yaxshi kunlarga nasib qilsin. Ilohim. Bo'ldi. Mana mashina. Assalomu alaykum. Mana obunachilar. Kechagi emas, boshqa bo'ldi bu yeng. Assalomu alaykum. Alda xudo xolasa yo'lga chiqamiz bugun endi. Ko'rib bemalol tekshirib oling. Daqlarni ishlatib ko'rishingiz mumkin. Mana mashina kimdir olib chiqadi hozir. Hamma sotilgan mashina chiqib kelaveradi aka. Qolganini yopadi. Ko'rdingmi mexanik sen? Tushunasan. Farruh? Tekshirib ko'r. Ko'rdim hozir. Ko'rdim, nazar turib ko'rdim. Oydin ko'rsatdimi? Ha,